Hammalaringizga assalomu alaykum. Bugun ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Bu darsimizda profilimizni 100% to'ldiramiz. Birinchi darsda shunchaki profilni ochdik, qo'ydik. Bugun esa o'shani 100% to'ldiramiz. Va to'ldirayotgan vaqt har bir sectionni nima uchun qanday to'ldiramiz? Shuni to'ldirsa agar qanaqa foydasi tegadi, nimalarda, qayerlarda siz topga chiqasiz. Shunga o'xshagan narsalarni ham biroz aytib o'taman. Даже sizni profilingiz to'liq bo'lsa ham bu videoni обязательно ko'ring. Chunki bu videoni ko'rgandan keyin siz ham может быть profilingizni ba'zi joylarini update qilib chiqasiz. Chunki bu videoda men yaxshiroq tushuntiraman. Har bir section nimaga viloyat qilishini. Shu section to'ldirsangiz agar qaysi klientdagi topga chiqasiz yoki qayerda topga chiqasiz, shunga o'xshagan narsalar. Okey, boshladik bo'lmasa. Tak, o'tgan safar shu profilni yaratdik va ko'p kishida agar sizlar ham yangi yaratgan bo'lsangiz, hozir complete your profile 40-50 shunga o'xshagan narsalar turgan bo'lishi kerak. Complete your profile ga bosamiz va employment history dan boshlaymiz. Okey. Bu yoqda biz bugun full stack developer faqat bitta nimani to'ldiramiz. Bitta employment historyni to'ldiramiz, lekin sizlar hamma employment historyni to'ldirib chiqishlaringiz kerak. To'g'ri, buni klient o'qimaydi. Uzbekistan full stack. Okay, company is let's say company is Monday Labs. Full stack developer. To'g'ri, buni ko'p kompaniyalar o'qimaydi, lekin nima uchun buni yozish kerak o'zi? Ko'p kishi so'rashadi, qanaqa klientga topga chiqish kerak? Ba'zan hech qanaqa kanyaga yo'qotmasdan ham klientdan olsa bo'ladi. O'sha topga chiqishga har bitta profilingizdagi informatsiya rol o'ynaydi. Masalan, har bitta ishxonaga ishlagansiz, hammasida unikal narsalarni qilgansiz, Hamma unikal narsalarni shu descriptionlarda yoki ana shu job description yoki shunga o'xshagan narsalarga to'ldirib chiqish kerak. Agar 5 joyda ishlagan bo'lsangiz, o'sha 5 joyni yozib chiqamiz va o'sha yerlarda nima ishlar qilganingizni hammasini yozib chiqamiz. Aytaylik, 2009 I currently work here. Let's copy paste. Oldindan taxlab qo'ygan narsalarim bor. Sizlar ham taxlab, yaxshilab shu har bittasiga achievementlaringizni yoki ishlagan unikalni frameworklarni, toollarni hammasini yozib chiqib ketinglar. Oddiy narsa bo'lsa ham yozinglar, chunki o'sha oddiy narsani ham qanaqadir klient qidirayotgan bo'lishi mumkin. Va save ni bosamiz. Okay, employment history tayyor. Yana kelinglar o'sha complete profile dan to'ldirib ketaveramiz. Tushunarli bo'lishi uchun. Tak. Employment history qildik. Endi portfolio keling education ikkinchi qo'shamiz. Education bu tak. Qarang, Ma'ruf bu kishi Buxoro State o'zlari doktor, meditsinskiy institutni o'qib chiqqanlar, lekin bu kishi full stack dasturchi va dizaynni ham biladilar. Okey, bu dasturlashga hech qanaqa nimasi yo'q-ku deysizda. Dasturlashga hech qanaqa taalluqli joyi yo'q-ku deyishingiz mumkin. Lekin men sizga bitta nima olib beraman. Okey, bu joylari optional. Okay, let's say doctor, просто doctor o'zicha qo'yamiz. Description ham optional. Lekin descriptionga ham nimadir to'ldirish kerak. Keyinroq men bu descriptionni ham to'ldirib qo'yaman. Okay, Ma'ruf doktor va doktorlik bilan dasturlash qanday bog'liq? O klientlar sizni naborot naborot ishlamaydi-ku bu deyishingiz mumkin. Lekin Ma'rufning imенно o'zlarida shunaqa voqea bo'lgan. U kishi xabarda freelancer bo'lib biroz ishlaganlar va o'sha freelancerlikda u kishiga bitta klient shunaqa ish tushgan, o'sha doktor nimasi bilan bog'liqda. Doktorning ishi bilan bog'liq va Ma'ruf men doktor shuni o'qiganman yoki o'qiyapman deganlari uchun imенно Ma'rufni olgan o'sha ishga. Bu degani siz qanaqadir chorvadorchilik yoki farqi yo'q, qayerda qilgan, любой bir narsani o'qiyotgan bo'lishingiz mumkin va dasturlashni bilishingiz mumkin.
va o'sha sizni sohangizda kimdir startap qilayotgan bo'lishi mumkin. O'sha startapga dasturchi kerak bo'lishi mumkin va именно agar siz aytsangiz, "Okey, men mana shu sohada o'qiganman, men bunday desangiz agar sizni ishga olishini shansi biroz ko'tariladi. Chunki Ma'rufga o'sha klient aytganki, именно o'sha meditsinskiy nima bo'lganing uchun, o'shani o'qiganing uchun men shuncha odamlar ichidan именно seni oldim degan. Bu degani biza Upworkda konkurensiya katta-ku, o'sha konkurensiyadan yorib chiqish uchun o'zimizni unikalniy boshqalarga bo'lmagan skilllarni yozib chiqishimiz kerak. Обязательно. O'sha oddiy narsa xayolingizga kelgan, bu shunga ham biron kishi ish beradimi deb o'ylasangiz ham mayli qo'ying, farqi yo'q, unaqa o'ylamang. Shunchaki qo'ying o'sha ishni, o'sha skillni qo'ying. O'sha odam topilib keladi. U kirib profilingizni именно o'sha joydan qidirmaydi. U shunchaki o'shanaqa odam kerak deydi, Upwork sizni rekomendatsiyaga chiqaraveradi, farqi yo'q. Faqat u uchun ham boshqa steplarni olish kerak. Shunchaki yozib qo'yishni o'zi ham bo'lmaydi. Okay, educationni to'ldiramiz. Dальше yana Upworkga kiramiz, yana complete'ni bosamiz. Ana endi 70% to'ldi profilimiz. Ana endi portfolioni ham qo'shamiz, keling. Portfolioni qo'shamiz. Portfolio qo'shganda okey, keling birinchi portfolioni to'ldirib chiqamiz. E-commerce ni to'g'ri yozyapmizmi? E-commerce. Okey, menimcha to'g'ri yozyapmiz. Portfolio. Okey, hech bo'lmasa shog'lada hech qanaqa ошибка qilish kerak emas. Menimcha to'g'ri edi. Okey. Title ni yozamiz. Endi title bu yerda e-commerce bot, e-commerce Telegram bot. Okey. Давайте мы нахлamos. Telegram e-commerce bot builder. Nima uchun title buni yozamiz? Chunki mijoz aynan shu titleni qarab, okey, menga shunaqa bot degan nima kerak menga deydi-da. Boshqa sohada, masalan, e-commerce emas, qanaqadir meditsinami, farqi yo'q. Yoki agentstvalar bor-ku, uy sotadi. Esimdan chiqdi, ismi nima? O'shalarmi, farqi yo'q. Full stack developer deb yozamiz. Project description ni ham обязательно qo'yamiz. Iloji boricha project descriptionda to'liqroq qilib tushuntirib berish kerak. Nima problemalarni rashad qilgan, nimalar bo'lganini hammasini to'liqroq tushuntirib berish kerak. Va oxirida agar iloji bo'lsa profil bot commerce linkini ham qo'yamiz. Agar kodi bo'lsa kodini ham qo'ysak bo'ladi menimcha. Agar GitHub'ingizda bo'lsa qarang, чтобы GitHub'da sizning hech qanaqa lичный данныйlaringiz bo'lmasin. Okay, дальше skills and the deliverables. Okay. Deliverables. Okay, I can't read it. Sorry. Python, huh? Django. Okay. 5 ta qilib bo'ladi-ku. Shunga давайте bunday qilamiz. Django, React, Docker, AI agent development va yana bitta nimani tanlaymiz. AWS development. Okay. Keyin rasmlarni ham qo'yish esdan chiqmasin. Tak, desktop, portfolio. Okay. Bittadan qo'yish kerak ekan. Tak. Content qilib har bittasini tushuntirib bersangiz ham zo'r bo'lardi. Vaqtni yo'qotib. Keyinroq kirib ko'ringlar. Men video uzun bo'lmasligi uchun content nimasini qo'ymayman. Partini qo'ymayman, lekin shuni ham обязательно to'ldirib chiqamiz.
Upworkda nimani to'ldirib bo'ladi, hammasini to'ldiramiz. Bu uncha yaxshi ishlamaydi, bu uncha foyda bermaydi degan narsa yo'q. Topga chiqmoqchimisiz, hammasini to tochkasigacha to'ldirib chiqamiz. Hech nima qolmasligi kerak. Okay. Так. Type image description here. Bot. Okay. Telegram bot builder. Add content. Okay. Manimcha mana qilib ko'proq qilsa bo'ladi, ha? O'zim ham qachondan beri portfolio joylamabman. Esimdan ham chiqib qolgan menimcha. Agar shu proyektni ishlab turganini videosi bo'lsa ham, videoni ham qo'shib qo'ying. Taja o'sha proyekt haqida o'zingiz video qilib, men shunaqa ishlaganman deb qo'ysangiz ham bo'ladi. Mena shunaqa narsa kimdirga kerak bo'lib qolishi mumkin va sizni tanlashiga sababchi bo'lasiz. Shunchaki qo'ygandan keyin uni dokazat ham qilib berish kerak, to'g'rimi? Shu siz qilgan shu ishni okay. Next qilamiz va thumbnailni tanlaymiz. Mana shu bizga thumbnail. Вроде нормально. Yo'qmi? Okay, mana shu tursa bo'ladi. Okay, publish. Bu yoqda shu bo'lishi uchun tezroq qilib ketyapman. Qarang, bittasini hozircha qo'shib ko'rsatdim. Lekin sizlarga o'zimcha ham keyinchalik bo'ladi. Ma'ruf, mana shu bemalol profilni ko'rib ketaveringlar. Mana shu profil. Bu yoqda kamida 6 ta qo'yish kerak. Masalan, yana bitta 3 ta bo'ladi. Keyin mana bu yoqda nimalar paydo bo'ladi? Ikkinchisini bosgan vaqt yana bitta, ikkinchisi 9 tagacha qo'yish mumkin. Undan ko'p qo'yish shart emas. 9 tagacha qo'ying. 6 tadan 9 tagacha. Agar 6 ta bo'lsa normalni, 9 ta bo'lsa zo'r. Hammasiga unikalni nimalar qo'yib ketishimiz kerak. Skill development, unikalni description, ha? Agar iloji bo'lsa, agar har bittasini tagiga image-ni nimasi, bu boshda aytib o'tganimdek, sizni o'sha SEO'ingizni ko'tarishga, SEO'ingizni ko'tarishga yordam beradi. Okay, yaxshi. Tak, work history qo'shilmadimi? Tak. Hozir ko'ramiz. Work history qo'shilmadimi? Okay, strange. Balkim qo'shildi. Yana keyin men buni tekshirib ko'raman, nima uchun qo'shilmaganini. Okay. Samimi glavni ko'rdingizlar. Yana men tekshirib ko'raman, nima uchun qo'shilmaganini. Может быть, employment history qo'shilgan, faqat bizga ko'rsatmayapti. Okay, keyin video introduction. Video introduction обязательно qo'shamiz. Hozircha bu video tayyor bo'lyapti. 1-2 kunda videoni joylab qo'yaman. Shu videoga qarab qo'shsangiz ham bo'ladi yoki yana nima pastida o'sha yoki guruhimizga, mana challenge guruhiga tashlayman. Video example deb bir nechta examplelarni tashlayman. O'zingizga borini, o'zingizga yoqqanini ko'rib, o'shanaqa video tayyorlang. Chunki u video sizga klient bilan sizni o'rtangizga connection uchun kerak. Masalan, o'sha ishonch bo'lishi uchun kerak. Sizni hech bo'lmasa bir marta videoda ko'radi, gapirishingizni, qanaqaligingizni. Hali siz bilan sazvon qilishdan oldin, hali zoom qilishdan oldin bir sizni ko'rish imkoniyati bo'ladi unda. Va buni обязательно ishlatish kerak. O'sha boshda aytib o'tganimda har bitta tochkasini to'ldirib ketamiz. Yaxshi. Tak, davom etamiz. Videoni qo'yishmadik. Agar qanaqadir sertifikatlar bo'lsa, sertifikatlarni ham qo'shamiz. Bizda hozircha sertifikat hech qanaqa yo'q, lekin sizlarda bo'lsa обязательно qo'shinglar. IELTSmi yoki qanaqadir kursga borganingiz sertifikatimi, ha? Verifikatsiya qilib bo'lsa, обязательно uni ham qo'shamiz. Linked accounts.
Linked accountsga nima qilamiz? Okay, level expert qilamiz. Profil settingsning ichida mana bu public har doim turish kerak visibility, chunki agar public bo'lmasa agar buni sizni hech qachon ko'rsatmaydi. Faqat Upworkning ichidagi o'zingiz klientlarga apply qilsangiz bo'ladi, lekin klientlarga sizni ko'rsatmaydi. Обязательно profile settingsga kiramiz, bu yoqdan o'sha visibilityni public qilib qo'yamiz. Project preference'ni boz qilib qo'yamiz, farqi yo'q. To'liq ish yoki boshqasi farqi yo'q. Va levelsga qarab o'zingiz qo'yasiz. Expert, entry, intermediate. Agar GitHub'imiz bo'lsa, обязательно GitHub'ni joylaymiz. Agar Stack Overflow bo'lsa, Stack Overflow'ni joylaymiz. Bularni joylashish unaqa nima emas, problem emas. Shuncha GitHub'ni tersangiz agar o'zi joylaydi. Profile settingsning ichida. Your data is not being used. Okay, change preference. Okay, let's allow AI to use our data. Maybe this will also balkim bu ham sizni nimangizni ko'taradi. Topga chiqaradi, balkim. Kim biladi. Dash ketamiz. Buni nimaligini tushuntirsam agar, bu shunchaki sizni datangizga AI o'rganadi. Shu qanday apply qilyapsiz, shulardan AI o'rganadi menimcha, yoki sizni experiences. Shunchaki sizdagi datani Upwork ishlatadi o'zi uchun. Balkim dasturchi esa bo'lar. Okay, 75% ga to'ldi. Hozir experience ni ham qo'shamiz. Biz hammasini qo'shgan bo'lsak ham hali 100 bo'lmadi. Tak. Menimcha bu yoqda bitta biz video qo'shishimiz kerak. Videodan keyin employment history'ni yana bir ko'rib chiqaman. Nima uchun bunday bo'lganini. Ana shu complete bo'lmagunicha hammasini qilib borish kerak. Hammasini. Значит, bu darsimizgacha sizlardan kutib qoladigan narsam bu nima? Bu kamida 6 ta portfolio, tak, video, video introduction, dальше ketamiz. GitHub linklarni qo'shgan bo'lishingiz kerak, education bo'lishi kerak, keyin employment history qo'shilibdi, просто u yerda ko'rsatmayapti. Other experience da ham masalan qanaqadir hackathonlarda qo'shilganmisiz, shunaqa narsalarga qo'shilgan bo'lsangiz agar o'shalarni ham yozsangiz bo'ladi. Farqi yo'q. Qo'shib qo'ying shunaqa hackathonlarda, shunaqa interesting proyektlarni qilganmiz deb, yoki birinchi o'rin olganmiz deb, yoki har qanday narsani qo'shsangiz bo'ladi. Sertifikatlarga ham. Testimonial. Mana bu testimonial part ham juda muhim. Unda nima qilamiz? LinkedIndan bironta agar klient otziv qo'ygan bo'lsa agar, LinkedInni bir taxlaymiz. O'sha LinkedInda bironta otziv bo'lsa agar, o'sha LinkedIndagi otzivni bu yoqqa ko'chiramiz. Oddiy, shunchaki o'sha ism familiyasini yozasiz, o'sha odamning LinkedIndagi email adresini yozasiz, keyin o'shani LinkedIn profilini qo'yasiz, Okay, bu o'ziniki ekan menimcha. First name and last name. Add your client's contact details, client's title optional. Okay, Polni klientniki, to'g'ri. Polni. Va klientga message. Klient email oladi, o'sha emailni oldiki, o'sha emaildan klient sizga o'sha LinkedIndagi odam sizga o'sha nimasini o'tkazadi. Bu darsgacha men ham to'ldirib qo'yaman hammasini, sizlar ham hammasini to'ldirib qo'yinglar. Okay, rahmat. Kelasi videogacha ko'rishguncha.